Men birinchi kecha tushimda Nildan chiqib kelib, o'tlab yurgan 7 ta semiz sigirni ko'rdim. Keyin Nil daryosi qurib qoldi. Undan keyin qurigan Nildan 7 ta ozg'in sigir chiqib kelib, sohildagi semiz sigirlarga hujum qilishdi va barini yutib yubordilar. Ikkinchi kuni tushimda sigirlarga ishoradek qilingan tarzda 7 ta quruq va 7 ta sariq boshoq, qurigan va doni yerga to'kilgan 7 ta yashil boshoq ko'rdim. Janob Ankmahu va rohiblarga allaqachon tushimning tafsilotlarini so'zlab berdim. Ular buni talqin qilish uchun bugungi kungacha vaqt so'rashgan. Endi men tushimning ta'birini eshitmoqchiman. Qani? Tayyor bo'lsangiz boshlashingiz mumkin. Nima bo'ldi? Biz tushingizni ta'bir qilish uchun ko'p harakat qildik. Yulduzlar turkumlarini birma-bir ko'rib chiqdik. Marhumlarning ruhlaridan yordam so'radik. Shaytonlardan ham yordam so'radik. Shuning uchun tushingizni talqin qilishimiz mumkin, lekin biz ta'bir qila olmaydigan tush yo'q, lekin Fir'avnning bu ro'yosi boshqalaridan farq qiladi-da. Janobi oliylari, bu javobsiz jumboq va ko'rinmas qal'aga o'xshaydi. To'g'rimi? Bu tush barcha sehr jodularimizni inkor etadi bizlarni. biz kohillar tomonidan qilingan sa'y-harakatlarning natijasi shundaki, Misr e'tiqodiga ko'ra sigir yil belgisidir. Bor gap shu. Yilmi? Yil. Tog' sichqonchani buyuk Nil chivinni tug'di, ha? Meni tushimni talqinimi shu?
Sigir yilni anglatadimi? Hm? Xo'sh, Yuzarsif. Endi sen boshla. Navbat senga. Tushimni talqin qil. Men tushingizni talqin qilmayman. Aksincha tushingizning ta'birini tushuntiraman. Talqin bilan ta'birning o'rtasida qanday farq bor? Talqinning asosi bashoratchining taxminlariga asoslanadi. Amalga oshishi aniq emas. Lekin ta'bir tushning ilohiy haqiqatidan olinadi va unda bayon qilingan narsalar shubhasiz amalga oshadi. Qolaversa, uni o'zgartirish yoki keyinga surishning aslo iloji yo'q. Qanday qilib bunchalar ishonch bilan aytyapsan, Yuzarsif? Ta'biringga juda ishonyapsan. Buni menga qudratli Xudoyim ato qilgan. O'zimdan hech narsa qo'shmayman. Menga o'rgatgan Robbimdir. Siz aytgan narsa quruq da'vodan boshqa narsa emas. Buni isbotlashni aslo imkoni yo'q. Sizni da'vongiz va Xudoyingiz ikkalasi ham shubhali va noaniq. Ijozat bersangiz, shubha pardasini ochib ko'rsataman va tushning haqiqati va Xudoyimning qudratini isbotlayman. Agar Hazrat Anhmahu rozi bo'lsa, birgalikda ushbu tushni ta'birlashni xohlayman. Hozirgina kohinlaringizdan biri bu ro'yoni Misr e'tiqodiga ko'ra sigir yilini ifodalashini aytdi. Shu to'g'rimi? Ha, bunga shubham yo'q. Sigirlar ro'yosi bilan boshoqlar ro'yosining bir-biriga o'xshashiga qo'shilasizmi? Aftidan shunday. Yashil, barakali boshoqlar hosil, to'kin sochinlik belgisi emasmi? Sariq, puch boshoqlar esa ocharchilik belgisi emasmi? Xayolimga shundan boshqa talqin kelmayapti. Xo'sh, ushbu ro'yo ta'biriga ko'ra Misrda 7 yillik mo'l hosil, to'kinlik va 7 yillik qurg'oqchilik, ocharchilik bo'ladi degan xulosaga kela olmaymizmi? Barakalla. Barakalla, Yuzarsif. Bu mening tushimga eng yaxshi va eng yaqin talqin. Bu talqin to'g'ri. Men yosh Yuzarsifni tabriklayman. Ko'rdingizmi, Hazrat Anhmahu? Sizga ular ojiz, maqtanchoq, laganbardor toifa deb aytmaganmidim? Ular faqat o'zlari uchun foydali bo'lmagan yolg'on taxminlarga asoslanib talqin qilishlari mumkin. Bu talqin to'g'riday ko'rinadi. Ammo haqiqatga mos kelmaydigan talqinga shubha qilish kerak. Shu kungacha muqaddas Nil Misrga suvi bilan baraka ato qilishini to'xtatganini eshitganmisiz? Ushbu talqin Misrning janubidagi qora yerga mos keladi. Lekin halqasida Nil marvarida bo'lgan yerga emas. Ammo biz ota-bobolarimizdan Nil suvi bir necha bor kamayib, sayoz bo'lib qolganini eshitganmiz. U hatto qushlarni suv bilan ham ta'minlay olmay qolgan. Agar Yuzarsifning tushni talqini to'g'ri bo'lsa, ehtiyot choralarini ko'rish albatta oqilona qaror bo'lar edi. Ushbu ta'birga ko'ra Misr kelajagini ulkan falokat kutmoqda. Buning yechimi qanday? Yechim shunday: 7 yillik farovonlik davrida ekish, hosilni saqlash lozim. 7 yillik ocharchilikda shu hosilni tejab ishlatish, xalqni qutqarish kerak. Barakalla.
Ofarin dono Yuzarsif. Uning aytgan maslahati ham ta'biri kabi aniq va benuqson. Chindan ham mamlakat hayotini 14 yilini shu birgina tushga sarflashni xohlaysizmi? Sizda yaxshiroq yechim bormi, onajon? Faraz qilaylik, xavf yaqinlashmoqda. Ehtimoliy xavfning oldini olishga harakat qilmaslik kerakmi? Albatta. Ammo shuni yodda tutish kerakki, millat hayotining 14 yili talqin qilish uchun behuda sarflanishi to'g'rimi? Qolaversa, mamlakatni barcha sarmoyasini behuda tahlika uchun sarflashimiz qanchalik to'g'ri bo'lar ekan? Aql bizga tadbir bilan ish ko'rishni buyuradi. Bu haqiqat bo'lishi mumkin. Agar tayyor bo'lmasak, ocharchilik bilan qanday kurashamiz keyin? Kelajagimizni bilishimiz katta ne'mat, Hazrat oliylari. Endi nima qilishni bilsak, katta xavfdan omon qolishimiz mumkin. Yuzarsifdan minnatdormiz. U bizni xavf haqida ogohlantirdi. Biz ham Yuzarsifning xudosidan minnatdormiz. Chunki u boshqa xudolarni izdoshlarini ham qo'llab-quvvatlaydi. Yuzarsifning qanchalar dono va pokligi haqida hammangiz yaxshi bilasiz. Bugun siz uning aql idrokiga, ehtiyotkorligiga, bilimiga va aql zakovatiga guvoh bo'ldingiz. Uni barcha Misr tush ta'birchilaridan ustun ekanligiga guvoh bo'ldingiz. Bugun esa uni ishonchli vakilim etib tayinlayman. Ayni damda baxtli va quvonchdaman. Tush ta'birchisini jazolash orqali bu quvonchni g'azabga aylantirmoqchi emasman. Bugungi kunda Misr xudolari va Amonning rohiblari tush ta'birchilarining zaifligi va qobiliyatsizligi hammaga oshkor bo'ldi. Amondan ustun xudo borligiga guvoh bo'ldingiz. Mening g'azabim ularga tushmasidan oldin ko'zimdan yo'qoting. Nodon, yaramas. Hali ham og'zingni qayerga ochishni, qayerga yopishni bilmayapsizmi? Siz Amondan foyda ko'rasiz, ammo Amonni dushmanini qo'llab-quvvatlaysizmi? Uni talqini to'g'ri edi. Men adolatsiz bo'la olmadim axir. Ahmoq! Nega ularning oldida jim bo'lmading? Nega dushmanni qo'llab-quvvatlading? Ertaga odamlarning ko'ziga qanday qaraysan? Ha? Nodon, xoin! Mana senga, mana yaramas! Ahmoq! Xudbin! Hadiyamon! Labbay hazrat. Uni olib ket. Janobim, meni kechiring. Men xoin emasman. Kechiring. Rahim qiling, janobim. Rahim qiling. Janobim, rahim qiling. Amon va uning xizmatkorlari bilan bunday janjal hech qachon bo'lmagan edi. Qanday sharmandalik. Bu mag'lubiyat haqidagi xabar shubhasiz tez orada butun Misrga tarqaladi. Ular Ibroniy Yuzarsifni yagona xudosi, oddiy cho'ponning xudosi, buyuk xudo Amonni mag'lub etdi deyishadi. Sharmandagarchilik. Aytishlaricha, yosh va tajribasiz Yuzarsif tushni talqin qilishda Misrning eski tush ta'birchilarini mag'lub etgan deyishadi. Yuzarsif g'alaba qildi deyishadi. Uyatga qolishimiz aniq. Misr xalqi tush ta'birchilarga ma'bud kabi sig'inishini unutmaslik kerak. Buyuk Amon bizga rahim qilsin. Bu sharmandalikni bartaraf qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
kechirasiz. Siz saroyda ishlaysizmi? Nima kerak edi? Yusuf, kechirasiz. Yuzarsifni bilasizmi? Nega uni ko'rmoqchisiz? U hozir saroydami? Saroyda bo'lsa nima qilasiz? Men uning do'stiman. Sizmi? Yuzarsifni do'stimisiz? Ismim Molik, Sahar o'g'li Molikman. Iltimos. Yuzarsifga Molik sizni 20 yildan beri izlayotgan ekan deb ayting. Yuzarsif janob oliylarning tushum haqidagi ta'biriga ko'ra, biz og'ir ocharchilikka duch kelamiz. Bunday og'ir kulfatga yechim topishimiz kerak. Ishlar esa ishonchli va halol, samarali va malakali kishi tomonidan boshqarilishi kerak. Siz Misrning zodagonlari va aslzodalari. Shunday odamni bilasizmi? Balki aytib ko'rarmiz. Ha, aytish kerak. Lekin meni taxminimda hech kim yo'q-da. Kimni aytamiz? Hukmdorim, Potifar bu inqirozni boshqarish uchun eng yaxshi odam. Potifar og'ir betob. U bunday katta mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olmaydi. Zoti oliylari, ijozat bersangiz fikrimni aytsam. Saroy qo'riqchilari qo'mondoni Harimxo'p janobi oliylari juda mos keladi. Harimxo'p juda qobiliyatli. Ammo u qishloq xo'jaligi ishlarini olib borishdan ko'ra qo'shinlarga buyruq berish uchun ko'proq mosdir. Ey Yusuf, bu og'ir mas'uliyat sizning yelkangizda. Qabul qiling uni. Misrda sizning hokimiyatingizni o'rnatish Yaratganning irodasidir. Zoti oliylari, mas'uliyatni o'z zimmamga olishga ruxsat bering. Meni Misrning xazinaboni va qishloq xo'jaligi ishlariga mas'ul etib tayinlang. Chunki men odamlarning mol-mulki va donlarini saqlay olaman. Mamlakat ishlarini yuritish choralarini ishlab chiqaman. To'g'ri. Sizdan ham donoroq, sizdan ham halolroq kishini topishim mumkin emas. Ishonchim komilki, siz ham bu vazifani bajara olasiz. Bugundan boshlab Misrning g'aznachilik va qishloq xo'jaligi ishlari boshlig'isiz. Yuzarsif janoblari, bugundan buyon Misr fir'avnining oliy maslahatchisi ekanini hammaga e'lon qilaman. U aqlli yosh bo'lsa-da, baribir muhojir. Sizningcha, u bunday og'ir mas'uliyatni uddalay oladimi? Bilmayman. Uning xudosi haqiqatan ham bizni xudolarimizdan ustunmi? Nima deysizlar? Yo'q. Angmahu va tush ta'birchilari qanday taslim bo'lganini, qanday mag'lub bo'lganini ko'rmadingizmi nima balo? Baribir musofir kishini bunday vazifaga tayinlash Misr zodagonlari uchun uyat va sharmandalik hisoblanadi. Siz Misrning zodagonlari va obro'li odamlari biladilarki, tush ta'birchilar xalq oldida qancha yuksak maqomga ega va hamma ham bunday mavqega erisha olmaydi. Janob Yuzarsif shu kungacha Misr xalqi hech qachon uchratmagan dono ta'birchidir. Men uni sharaflash uchun oltin marosim o'tkazishga qaror qildim. Yuzarsif janoblari so'ramoqchi bo'lgan narsa bormi? Men uni iltimosini bajarmoqchiman. Fir'avn bugun menga g'oyat iltifot ko'rsatdi. Men zoti oliylardan mehribonligini to'ldirishni iltimos qilaman.
Janob Yuzarsifning har qanday iltimosini qabul qilaman. Meni ikkita iltimosim bor. Birinchisi, mahbus ayollarni ozod qiling. Ikkinchisi, Zavira mahbuslarini ham ozod qiling. Men ularni yaxshi va to'g'ri xulq-atvoriga kafolat beraman. Siz tufayli ayollarni zindonga tashladik. Agar xohlasangiz ular ozod qilinadi. Ammo Zulayho sizning yillar davomida zindonda bo'lishingizga sabab bo'lganini unutdingizmi? To'g'ri, janob oliylari. Men unutishga harakat qildim. Siz Zulayho tufayli ko'p yillar zindonda o'tirdingiz. U xiyonatkor, xoin, aybdor ayol. Jazolanishi kerak u albatta. Men qasos olish uchun yaratilmaganman. Hammaga baraka in'omini olib kelgan kishi zolim yoki qasoskor bo'la olmaydi. Sizni Zulayho va Potifardan qasos olasiz deb o'ylagandik. Men faqat nomim oqlanishini xohlagandim. Ularning zindonga tashlanishi, azob tortishi yoki jazolanishini xohlamayman. Zavira mahbuslarini ozod qilish to'g'ri emas. Ular juda xavfli. Ular Amon va Misr hukumatiga qarshi bosh ko'tarishgan. Axir xiyonatda ayblanishmoqda. Biz va mamlakatiga xiyonat qilishgan. Men ular bilan ko'p yillar yashadim. Ularning to'g'ri ish qilishi, muammo chiqarmasligiga kafilman. Ular endi oldingiday mahbuslar emas, o'zgarishgan. Bu sizning qaroringiz. Buning uchun sizga vakolat beraman. Bugundan boshlab siz istagancha farmon berishingiz mumkin. Farmon bering, ularni ozod qilishsin. Minnatdorman. Boshlig'ingizni chaqiring. Qo'mondon Taklotga Sizga salomlar. salomlar. Men qo'mondon Harimxobdan xat olib keldim. Bu maktub kimga? Bosh soqchi Kidamenga bering. Amon sizni himoya qilsin. Amringiz bosh ustiga. Barcha o'rnidan tursin. Yangi farmonni eshiting. Barcha eshitsin, diqqat qiling. Misr Fir'avnining maslahatchisidan Zavira zindonining bosh soqchisi Kidamenga farmon. Zavira mahbuslarining yaxshi xulq-atvori va xulq-atvoridan xabardor bo'lganimiz uchun va mahbuslarning ko'pi nohaq qamalgani va aybsiz ekanliklarini bilganimiz uchun biz ularning qolgan hukmlarini kechirishni zarur deb bilamiz. Shu bois barcha mahbuslarni ozod qilishingizni buyuramiz. Misr Fir'avnining bosh maslahatchisi Yuzarsif. Biz ozodmiz. Ozodmiz. Yashasın. Yashasın Yuzarsif. Yashasın Yuzarsif.
Ofarin, biz ozodmiz. ozodmiz. Biz ozod bo'ldik. Barakalla. Ozod bo'ldik. Ey Xudoyim. Biz ozodmiz. Yashasin. Va'dasini bajardi Yuzarsif. Va'dasini bajardi. Endi ozodmiz. Yashasin Biz ozodmiz. Yuzarsif. Ozod bo'ldik. Yuzarsif baraka Yuzarsif topsin. o'z va'dasini bajardi. Ozodmiz. Baraka topsin Ozodmiz. Yuzarsif. Ofarin. Yetari. Biz ozod bo'ldik. Ozodmiz. Yuzarsif bo'lmasa Zaviraning azoblariga chidab bo'lmaydi. Koshki men ham ularga o'xshab ozod qilinib, Yuzarsifning yonidan joy olganimda edi. To'g'ri. Siz mutlaqo haqsiz. Biz chindan ham ozod bo'ldikmi? Ha. Fir'avnning bosh maslahatchisi Yuzarsif janoblarining buyrug'i bilan siz ozod qilinasiz. Nima dedingiz? Yuzarsif Fir'avnni bosh maslahatchisimi? Ha, shunday. Eshitdingizmi? Yuzarsif Fir'avn Amenhotepning maslahatchisi. Bu nimani anglatishini bilasizmi? Demak, Fir'avn ham unga hayron qolgan. Yuzarsifni yonida bo'lish mumkin-u, lekin uni tuzog'iga tushmaslikni imkoni bormikin? Bu faqat boshlanishi. Bundan buyon siz uni ko'plab muxlislarini ko'rasiz. Behudaga saroy aravasini kutma, Zulayho. Piyoda ketasan. Rohiblar uni oldida tilini tishlab qolgani, bir og'iz so'z ayta olmaganini U eshitdim. qanday tush ta'bir qilsa shubhasiz amalga oshadi. Unga tush ta'bir qilishni xudosi o'rgatganmish. Aslo o'zi to'qib chiqarmas ekan. Ha. Tangrisini Amondan qudratli ekanligini bildirish uchun har so'zida xudosi haqida gapiradi. Ha, shunday. Anixmahu bugun juda g'azabda edi. Rohiblar uni oldida boshlarini ko'tarisha olmadi. Misrning bashoratchilari Anixmahuni sharmanda qildi. U 7 yil farovonlik va yomg'ir, mo'l hosil,
7 yil qurg'oqchilik va ocharchilik bo'lishini aytdi. Aftidan kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Ocharchilik bo'lishini qayerdan bilasiz? Chunki ular Yuzarsif tushlarni aniq talqin qiladi deyshadi. Bundan tashqari, dono odam ogohlantirishlarni jiddiy qabul qiladi. Agar Yuzarsif bu tushni talqin qilgan bo'lsa, bu shubhasiz sodir bo'ladi. U haq. Agar ochlik bo'lsa, hosilimizni behudaga sarflamay g'amlab qo'yishimiz kerak. Agar ochlik bo'lmasa, biz hech narsa yo'qotmaymiz. Qayerdasiz, Yusuf? Ular siz haqingizda hamma joyda gapirishyapti. Unda nega Molik sizni topa olmayapti? Meni ko'rishni xohlaganmidingiz? Anchadan buyon sen bilan umuman ishim bo'lmay qolgan. Ammo bugun Amenhotep saroyida sodir bo'lgan voqea tufayli senga va saroy aholisiga ba'zi fikrlarni eslatish kerak deb o'ylayman. Esingda bo'lsa, biz Yuzarsifni 10 yil oldin zindonga tashlagandik. Uni xalq oldida kamsitmoqchi edik. Uni jinoyati shundaki, Zulayxoga va Fivaning inchiq ayollariga bo'ysunmagan edi. Oqibati aksincha bo'ldi. Men va Zulayxo bu qilmishimiz uchun sharmanda bo'ldik. Yuzarsif shunday yuksak mavqega ega bo'ldiki, buni biz hatto tasavvur ham qilmaganmiz. Zulayxo ikkimiz kecha Fir'avn oldida sharmanda bo'ldik. U injiqliklari va eriga sadoqatsizligi, begunoh Yuzarsifga qilgan nohaqligi uchun men esa uni qamoqqa tashlaganim, Zulayxoni sadoqatsizligida qo'llaganim uchun. Bu barchangizga saboq bo'lishi kerak albatta. 10 yildan ortiq vaqt davomida sir saqlagan narsamni aytishga ijozat bersangiz endi. Zulayxo ko'ngil istaklariga bo'ysunganidan eri va oilasini sharmanda qildi, barchamizni haqorat qildi. Unga bo'ysunmaganim va begunoh yosh Yuzarsif singari bilimdon donishmandni qamaganim uchun meni la'natlang. Men gunohimni tan olaman. Ammo sizni Yuzarsifga bo'lgan hayratingiz va maqtovingiz meni bekorchi, qadrsiz insonga ko'ngil bermaganimni isbotidir. Aytgan so'zlaringizni odobsizlik ekanini tushunmaysiz. Aytganlaringizni talqini shundaki, ayollar agar ular undan yaxshiroq odamni topsalar, eriga xiyonat qilishga va o'z xohishlariga erishish uchun hamma narsani qurbon qilishga tayyorlar. Zulayxo singari xiyonatkor ayollarga va bunday ayollarning gunohini javobsiz qoldiradigan men kabi erkaklarga la'nat bo'lsin. Bunday qilishga qanday jur'at qilasiz-a? Nima bo'ldi? Sekin yotqizing. Mimi Sabu. Labbay xonimim. Yuzarsif ozod qilinganligini bilasanmi? U ozod qilinganida men shu yerda edim, xonim.
shu yerda edim. U hozir Misr xazinaboni va Aminhotepning bosh maslahatchisi bo'lganini ham bilasanmi? Ha, shunday xabarim bor, xonim. U birinchi navbatda zindondagi mahbuslarni ozod qildiribdi. Yuzarsifdan boshqa nimani ham kutish mumkin? Misrni bevafo ayollarini ham u ozod qildi. Undan boshqa hech kim bunchalik kechirimli bo'la olmasdi. Unga bo'lgan sevging seni ham ozod qiladi. Men Yuzarsif meni ozod qiladimi? Ha. Yuzarsifni hurmati seni ozod qiladi. Bundan buyon ozodsan va Yuzarsifni yoniga borishing mumkin. Zulayho o'zini Yuzarsif kabi tutmasligi mumkinmi? U kabi kechirishi va seni ozod qilishi mumkin emasmi? Men ozodmanmi shunda? Men ozodman, rahmat xonim. Mahkam ushla. Qani tortdik. Qani Kim tort. bo'lishi mumkin? Hozir ko'ramizda, ushlang. qani oyoqlardan tortingchi. Tortinglar. Tort. Kimni jasadi bo'ldi ekan? Qani tort. Yordamlash. Tortinglar. Qani tort. Qani? Yo xudo. Ya, U Amon ibodatxonasidagi bashoratchi kohin-ku. agar sizga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ixtiyoringizdaman. Janob oliylari, Padyamon qayerda? Janobim, ulug' bashoratchi o'libdi. Biz uni jasadini suvdan topib oldik. Jasadi hali ham o'sha yerda. Mana u dengizchi bilan boring. Nima bo'lganini ko'ring. Daryodan topilgan jasad bosh bashoratchiniki ekanligini aytayapti. Agar bu uni tanasi bo'lsa, uni bu yerga olib keling. Ahmoq, oddiy ishni ham eplay olmabsan. Lekin janob, jasadni tashlab yuborgan joyim Nil timsohlari bilan to'la edi. Unda jasad qanday qilib dengizchilarning qo'liga tushib qoldi? Uni o'limida ibodatxonani ayblashadigan bo'lsa, aytni senga ag'daraman bilib qo'y. Agar yana bir marta ishni buyurganimdek bajarmaydigan bo'lsang, qovun tushiradigan bo'lsang, bizdan yaxshilik kutma. Hech qachon yaxshilik kutma. Yo'qol. Ishimni to'g'ri bajardim. Nima bo'lganini men bilmayman. Ko'zimda yo'qol. Kimdir seni bu yerda ko'rib qolmasin. Yashirinishga maxfiy joy top. Tezroq bu yerdan qorangni o'chir. Tush bashoratchisimi?
Salom. Siz qirolga ichimlik quyuvchi Inarus emasmisiz, ha? Siz Ninifer bo'lsangiz kerak. Adashmadimmi? Do'stingiz Yuzarsif. Do'stingiz Yuzarsif nima qilyapti? U yaxshi. Nega so'rayapsiz? U bilan qiladigan juda ko'p ishim bor. Ko'rmoqchi edim uni. U qayerda edi? Uni qayerdan topdingiz? Janob, uni kemalarimiz yaqinidan topdik. Xudolar uning qalbiga sokinlik bersin. U ibodatxonani ulug' bashoratchisi edi. O'ylaymanki, u Yuzarsif tomonidan mag'lub bo'lish sharmandaligiga chiday olmagan bo'lsa kerak. Shuning uchun u o'zini Nilga g'arq qilgan. Bu kabi ulug' odamga Fir'avnning tushini talqin qila olmaslik juda qiyin edi-da. Oqibatda o'z joniga qasd qilgan. Uni katta hurmat bilan g'arbga olib boring, mumiyolang va qabrlardan biriga ko'mib qo'ying. U o'ldirilganligiga aminmisan? Albatta. Shubham yo'q. Kecha uni Padyamon tomonidan hibsga olinganiga guvoh bo'ldim va bugun uni jasadi topildi. Men Ninifer Keptani jasadga qarab kulganini ko'rdim. Ishonchim komilki, bu uni ishi. Siz aniq Mahudan uni kechirishni iltimos qilgan oliy tush ta'birchini ko'rmadingiz. Ular o'z istagi uchun bir-biriga shafqat ham qilishmaydi. Aniq Mahu va ibodatxona rohiblari har qanday jinoyat qilishga qodir. Ular jazolanishi kerak. Ular bu qadar ko'p jinoyatlar qilishga va itoatsiz bo'lishga haqli emaslar. Aniq Mahu ibodatxonada o'z qoidalarini o'rnatgan. Misr hukumati uni ishlariga aralasha olmaydi. Yaratgan egam yordam bersa, biz bu zulmni ildizi bilan sug'urib tashlaymiz. Men sizdan xavotirdaman, Yuzarsif janob oliylari. O'zingizni ehtiyot qiling. Agar o'zimni Parvardigorning panohiga topshirsam, ularning hech biri menga zarar yetkaza olmaydi. Bu jinoyatni hamma joyda oshkor qiling. Shunda odamlar buni bilishadi va rohiblar buni yashira olmaydilar. Siz Ninifer Keptahni kuzatishni ta'minlang. U xavfli odam. Agar u ozod bo'lsa, yanada ko'proq jinoyat qiladi. Men bir narsani unutibman, janob oliylari. Bir necha kun oldin Misrlik bo'lmagan kishi siz haqingizda so'ragan edi. U ismini aytmadimi? Aytdi. Adashmayotgan bo'lsam, Molik. Ha, Molik edi. Molik ibn Sahar emasmidi? Ha, to'g'ri topdingiz. Shunday degan edi. Xuddi shunday. Lekin buni imkoni yo'q-ku. U sizni 20 yildan buyon qidirayotganini aytdi, Yuzarsif janoblari. Rost aytibdi. Uni toping. Qayerda bo'lmasin, uni toping va oldimga keltiring. Amringiz bosh ustiga. Molik Sahar o'g'li. Molik. Chindan ham o'sha inson